Shundaq bir ovoz bor, u bizga dunyoni bildirdi. Shundaq bir ovoz bor, u dunyoni mehr muhabbatga to'yindirdi. Shundaq bir ovoz bor, u bizni mehr muhabbatga to'yingan aslimilar qo'yniga boshlaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, yaxshimsizlar? Ko'rayotganinglar Xinjiang radio televiziya stansiyasi, Xinjiang Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati hamkorlash bozorlarga sungan Xinjiang Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomini olgan ovoz va talant programmasi. Men program riyosatchisi Dilib Tursun. Ovoz va talant programmamizga avtonom rayonimizning har qaysi joylaridan qatnashgan har soha, har kasbdagi mohirlar qatnashadigan bo'lib, bizning programmamizga ular o'zlarining ovozini ilib keldi. Shundaqla o'zlarining ovoz jihatdagi talantini mana mushu sahnada namoyon qilishga ega bo'ldi. Ondaqda ruxsat qilsanglar, programmamizning baholovchilarini tanishtirib o'tgan bo'lsam. Ovoz va talant programmasining baholovchisi Sunye Muallim. Ovoz va talant programmasining baholovchisi Qaysar Habibullah. Ovoz va talant programmasining baholovchisi Maqsad Kadirxon. Ovoz va talant programmasining baholovchisi Dilshod Roidin. Ovoz va talant programmasining baholovchisi Farida Rashidin. Ovoz va talant programmamiz ko'p bosqichli musobaqa xarakterini olgan programma. Albatta, mohirlarimiz hal qilg'ish musobaqada agar 4 kuchlikning ichiga kira olsa, katta mukofotlarimiz ularni saqlab turdi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mohirimizni Xinjiang Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobildan tortiqlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan mohirimizni Xinjiang Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobildan tortiqlaydi. Uchinchi darajalik mukofot erishgan mohirimizni Xinjiang Xalqyar o'qatchilik guruhi 50 ming yuan qiymatidagi avtomobildan tortiqlaydi. 4-chi darajalik mukofotga erishgan mohirimizni Xinjiang Kapitan madaniyat tarqitish cheklik shirkati 20 ming yuan naqd puldan tortiqlaydi. Albatta, bizning mukofotlarimiz har xil, mohirlarimiz bo'lsa har xil. Bugungi ovoz va talant programmamizning birinchi bosqichli musobaqasi rasmiy boshlandi. Ovoz va talant programmamizda mahirlarimizning nadir kino, televiziya teatrlariga ovoz berish jihatdagi universal san'at maharati orqali klassik asarlarimizga hurmat bildirdi. Mahirlar o'zlari tayyorlab kelgan qisqa filmlarga ovoz berish, Futunxo'da ovoz berish, klassik filmlarga ovoz berish qatorliq 3 bosqichli ovoz maharati orqali ko'pchilikka klassik kinolardan tarixni asiltib, ovoz orqali klassik asarlarga hurmat bildirib, ovozning haqiqiy sehriy kuchini his qildirdi. Bugungi tunji mohirimiz zodi kimdi? Hammaylar ekran orqali ko'rib chiqaylik. Qani, marhamat. Benim ismim Azhar Jabbar. Ben Xinjiang san'at ya'ni diktor yaratıcılık kasbida o'qib, o'z qiziqishim bo'yicha har xil obrazlarga ovoz berish, ovoz ilish xizmati bilan shug'ullanib, praktik qilyapman. Ben kasbimni yaxshi ko'raman. Kasbim ustida to'xtovsiz izlanib, o'zim yaxshi ko'rgan ishlarni qilsam, bu men uchun texnik zo'r xushallik. Ben yana fotograf qiziqaman. Bir parcha chiroyli rasm tortganim uchunmi xushal bo'la olmayman. Men bugun o'zimga jang e'lon qilaman. Azharni saktimizga taklif qilamiz. Azhar, saktimizga marhamat. Buna qo'sa Azhar sizdan so'rab baqsam, siz o'zingizmi diktor riyosatchilik kasbida o'qiyapsiz? O'sha 4-yillik. Undaqda siz shu ovoz berishga o'zingiz qachondan boshlab qiziqqan? Men shu to'liq o'tirib maktabda o'qiyotgan vaqtdan boshlab amdiyliqi ovozlarimni har xil o'zgartib, bu ovoz bergandek mundoqni qilib, endi kasbiy bo'lmasa shunda qiziqatdim. Lekin shu diktor riyosatchilik kasbida shu ovoz berish darsi bor o'qishga, shuningda topshiriq ishlab, har xil asarlarni ovoz berib, shu jarayonda texnik qiziqib qolgan. Shunlashqa shu kasbda tıxı tirishib o'rganayotgan bir yosh. Bo'ladi. Unda qo'sa mahoratingizni bir ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. 好臭啊！洗澡去了。我这还带，只有一颗就能炸毁整个森林。那就毁了它！安静点儿。啦啦哩哩哩哩哩，啦啦哩哩哩哩哩，啦啦哩哩哩哩哩，啦啦哩哩哩哩哩。哦哦哦哦哦哦！你莫当这些，我就是菜。Bitirgan mahliy Qur'on. Ben bu kavbamızı bir parçasıyla bütün ormanını veyran kılıp öteyineydi. Ben bu buzultay. Bakar mı ne?
Sen titpaka. Titpaka ka. Bekmezlikken. Bu nima? Ajab eshitdik ha? Ben mi bilmedim. Kim bo'ldi aka? Men bir narsa biladigan kes qildim-ku. Sen cho'qim ko'zing to'lishib turgan gap. Men kirib qolib chiqay. Yemeklarni qishlab olib ketaylik. Bu nima quraq? Buni olib ketay. Buni olib ketay. Nasıllarını kaptığı? Ha boptular. Aka gelip yardımcı. Daha baklaylı. Ha, mana keldim. Sence o tağır başına uyukilip maqtiy qurolni izlamay, ishni o'ylaysan. Holo met. Kaldın ötken. G'anima. Aka ne bo'ldi? Bir ovoz o'ng'ildimi qanday? Nima var? Anlamadım. Tez daha baklaylı. Hayatdan bergan shu qisqa ariyadagi uch obrazga ovoz berishmi har xil o'xshash bo'lmagan ovoz tusini ishlatib turib ovoz bergan ekan. Unda bo'lsa endi biz baholovchi ustozlarniki bir taklif fikrlarini olib boqaylik. Qani. 其实动画片也有不同的文化和历史背景，把这个角色等同一个人来看待，找到一个最适合的人物音色，这需要我们要动脑筋的。希望下次能够跟上。 Azharjon, endi bayatdan 3 rolga ovoz berdingiz. Birinchisi Guantuchaning o'ziga berdingiz. La deb kirib ketdingiz. Ikkinchisiga ishki texnikani ayrim. Endi biz ama kasbiy nuqtadan elib aytgan vaqtimizda birla vaqtning ichida shu 1 minut sekundning ichida ikki xil ovozni dal joyida berib almashtirish tasdiq to'xtaydi. Endi hozir siz ovoz va talant programmamizga shu hozirgi kichik kitobda o'zindan aytyapsiz, lekin bu hozir mening o'ylaganimda siz cho'qim o'zingizniki shu ovoz yetgan mahoratingizni bizga ko'rsatib qo'yish uchun ekanligini To'g'ri. Shunga mening deydiganim buning ichiga kirib ovoz berish degan gap shu personajlarning harakatiga shuningga moslashib shundoq berish kerak. Biz naqsh etishda ular mush ovoz berishning o'xshash tarafini desakda, ovoz berish shu kasbmi? Xuddi shu naqsh etish bilan menimcha o'xshash. Nima deganda bu prezidentning uni nimada atqanligi? U kim? Zodi bu nimani o'rladi hozir? Shuningga siz cho'qim shu prezidentning o'zi bo'lib, shu prezident o'zingizni aylantirib o'tishingiz kerak bo'ladi, shundaqmi? To'g'ri. Aylantirib o'tib, andan keyin shunga ovoz bersangiz, hissiyot jihatdan bo'lsin, aldilarning mazmunini tushunsiz, undan keyin hissiyotingizni bersangiz, andan keyin menimcha aldan bu nihoyat yaxshi ta'sirlar ko'p chiqadi demoqchi. Özünüz kiçik boğam bilan avazınız yaman bek torluqqa. Bundaq avazni mesela avaz kasbidimi maqsadkam o'ltiribdi, mushu torluq, o'tirhal avazni tanlaydi buruntinchu. Kichik avazni o'zgartmak tez. O'tir avazni hamma narsaga ishlatgili bo'ladi. Cho'ng'i beralaydi. Mesela qizlar, mesela o'g'illarga bo'lsin, kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, yosh bo'lsin, hammaga universal ishlatgili bo'ladi. Bu fikrımdaki avaz shunchalik torluq ekan, uning ustiga bir vaqtning o'zidan uch obrazni shunday yaxshi yaratdingiz. Endi bir diqqat qilib qolgan ishlar endi. Ovozli bergan bilan uning boshqa bir hissiyotlari bo'ladi. Masalan, abam sho'rab kelib, naqsh yetib kelib, sakrab kelib, safaning to'piga chiqib, u yerdan sakrab tushdi. Shu vaqtlarda injiqlab chiqadigan, oytib chiqadigan, ya bo'lmasa aytib tushadigan tiniqlari, injik tiniqlarigacha shu hissiyotlarga diqqat qilsangiz, qolgan jihatdan shunday yaxshi. Rahmat ustoz. Amdiki mayirimiz Sadikim, ameylen ekran arkalık tanıştılar. 大家好，我是鲁阳。今年6月份呢，是在新疆大学硕士研究生毕业，学的是新闻传播学专业。虽然从小就喜欢跟语言相关的一些工作，也做过很多跟主持有关的工作。大学本科呢，也学的是播音主持专业，但是呢，对配音来说还是比较陌生的。刚好借助这样的一个平台和这样的一个机会，进行一个挑战吧，对自己来说，希望能够有很好的收获。Hem de sektimizge Luyan'ı teklif kılımız. Luyan,有请。
今天我们第一段比赛必须得要准备一个我们要配音的一个作品。没错。所以你有准备好吗？准备好了。好，来，舞台留给你。你们这些卧底可真有意思，老在天台见面。我不像你，我光明正大。不要的东西呢？我要的你还未必带来呢。我也读过技校。你们这些卧底可真有意思，老在天台见面。我不像你，我光明正大。我要的东西呢？我要的你还未必带来呢。什么意思呀？你上来是太阳的。给我一个机会。怎么给你机会？我以前没得选择，现在我想做一个好人。好啊，跟法官去说，看他让不让你做好人。那就让我死。对不起，我是警察。谁知道？别动！警察！放了枪！放了刘警官！你上次是韩城的卧底，证据在我手上。放下枪！立刻放下枪！到警察局再说。我干嘛要相信你啊？你不用相信我。好，是经典的一个片段啊。为什么要想选择这个片段来配音呢？因为我看很多配音软件上会有很多人挑战这一段，这一段其实非常短，非常简单，但是它这个内心戏十足啊，特别是我们这些影帝们，就每一句话都特别难，其实很难挑战的。对，没错。那么我们这样吧，我们先听一下我们各位导师的评价。好的，来，你把握得很好。让我感觉到在电影院里看大片的感觉，这身临其境啊，非常好，声音很安静，有一种内心的一种力量在。对。但我觉得有一点不足的啊，我觉得就是他举起枪的时候，这个配音的声音空间距离要拉开了，你不应该往话筒前凑，你应该把话筒前，你不用相信我，往后撤。对。它有一个声音的距离，你突然放大，好像不是那么回事儿。对。可能那个举枪的警察和这个把他劫持那个距离也就是20多米吧。对。20多米声音是有距离的。是的。它不是一个放大的声音，它一定是一个很远的声音。美中不足在这儿。哎，咱们现在试一下行不行？你上次是韩城的卧底，证据在我手上，到警察局再说。你看这个感觉就不一样了，这个配音的空间距离就有了。不是大喊大叫，他内心的恨。你上次是韩城的卧底，证据在我手上，到警察局再说。哇，警察局再说。这次就不一样了。警察局再说。内心的恨啊，对，这是个技巧问题啊。对。好，谢谢各位老师。哎呀，太棒了。好呢，那么罗阳，我们准备下一轮的比赛。好的，谢谢各位老师，谢谢主持人。有请。 من شىنجاڭ سەنئەت Viktoriya تەجىلى كەسپى 4-لىقنىڭ ئوقۇغۇچىسى مەڭدۇدە مۇيەسسەر. ھازىر ئۈرۈمچى فىلىم بازار مەدەنىيەت تارقىتىش شەكلى شىركىتىنىڭ بىۋاس كۆرسىتىش دىكتورى ۋە تەھلىل خىزمىتىدە ئۆتەۋاتىمەن. ئاۋاز ۋە تالانت پىروگراممىسى مېنىڭ ئاۋازىم ئارقىلىق ئالاھىدىلىكىمنى جارى قىلدۇرۇپ ئۆزۈمگە بىر جەڭ ئېلان قىلىدىغان سەھنە. مەرھەمەت مەۋدۇدە. مەرھەمەت. Абайтанға tanıştırılışыңыздың қарған вақытыда сіз әр қайсы спыладымы? Яңа таратқы спыларда, оныңдан башқа яны мектеплерді мұсапқыларға қатнышып кетесіз. Демек, онақта риясатчылық жәйті анчы-мұнчы өзіңіздің жыққан тәжірибелеріңіз вә сәргүзәштілеріңіз бар екен.
To'g'ri. Undaqda hamda ovoz berishga kelganda-chu. Ovoz berish san'atida-chu. Ovoz berishga kelsak, men 3-yillikka chiqqandan keyin, andan keyin ovoz aktyorlik darsini anglagandan keyin o'zimningki ovoz berishga bo'lgan qiziqishimni, shunday alayligimni bayqagandan keyin bu kasbga texmi qiziqdim. Shundan e'tiboran men karton filmlarga yoki bo'lmasa kino televiziyalarga ovoz berib, yaxshi unumlarni hosil qildim. Undaq bo'lsa, naq maydondagi ifodangizni bir ko'rib boqaylik. 他是真的战死了。是。战死在哪里？梅林。尸骨葬于何处？气完阴魂，天地为幕。 Rastlı jangda qaza qildimi? Shundoq. Qaysi jang maydonida? Meylinda. Jestini qayerga tetmoq qildinglar? Sanoqsiz qahramonlardek osmon zamin orasini qabrgoh qildi. Uning jestini hech kim bir taraf qilmabdi-da. Biror parcha jasad so'nkinimi topolmadinglarmi? Jang maydoni bakli echinishliq. Jasadlar tog'dek to'linib ketibdi. Zodi kimning Linshu ekanligini kim bilalaydi deysiz? Men jang maydonining qanday bo'lganligini bilaman. Lekin agar siz konichi yerlikdan bo'lsangiz, men bayatdan Linshuni tilga olgan vaqtimda siz uni kenji ustoz deb atmay. İsmini la atadınız-ku. Faqatli bir atalg'u shu. Linshu bo'lamdi yoki kenji ustoz bo'lamdi bo'la muhim emas. Bu yerde bir namaydı o. İsmini karıştı bu yerde bir namaydı o. Siz kendinizi buldum. Sizden minalıyım şu akım gensiz. Şu akım. Benden ayrılıp gitmem bulandı. Benden belki ayrılıp gitmem. Hiç bulamapsınız-ku? Ekranda şunday jıqlab o'tibapsiz. Bu bir maharet. Ha, bu bir maharet. Undaq bo'lsa o'zingiz rozi bo'ldingizmi? Birinchi aylanmadagi bu Rozi bo'ldim. Rozi bo'ldingiz. Undaqda ustozlar rozi bo'ldimi yo'q? Hammalar birlikda anglab boqaydimi? Ustozlarnikini. Qani. Xo'sh, Mavlida singlim qarshi olamiz. Mening o'ylaydiganim kasbiy jihatini elib aytgan vaqtimizda ovoz degan bu kasbga bizningki nurg'un tiniqlarni chiqara oladigan mahorat bo'lish kerak. So'zlash hamma odam so'zlay oladi, hamma odam o'zining ko'nglini ifodalay oladi, ammo mushu ko'nglini ifodalash jarayonida o'z hissiyotini shu filmdagi rolga yo'g'irib yetish kerak. Kasbga nisbatan elib aytgan vaqtida boyaqi yigit bilan ko'rishgan vaqtingizda uning ichidagi urg'ib turgan hissiyot kam bo'lib qoldi. Shunga bir yil bo'pti, hech qisi yo'q. Bu indiki tirishsangiz balkim bunday narsa yana davomli olib keta olasiz. Bir yil bo'pti emasmi? Shunga meningcha yaxshi qildingiz. 今天能感觉到你是由内而外的一个生动的表达，非常棒啊！谢谢谢谢。情绪很到位，口型呢也很到位，让我沉浸在一种戏份当中啊，我觉得特别棒，加油！好，我会加油的，谢谢。Hayajonlandingizmi? Hayajonlandim. Xushal bo'ldingiz. Xushal bo'ldim. Balkim keyingi aylanmadagi mushu musobaqalarda texim yaxshi ifoda ko'rsatishingizga bir kuch bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri. Bo'lsa, keyingi aylanmada ko'rishaylik. Bo'ldi. Qani, marhamat. Aramag'ishtirib. Marhamat. Rahmat.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, ovoz va talant programmamizning birinchi bosqichining birinchi aylanma musobaqasi oxirlashdi. Endi biz ikkinchi aylanma musobaqaga qadam qo'yamiz. Endiki musobaqa bosqichimizda mahirlarimiz ko'pchilikka Putunxo'da ovoz berish jihatidagi mahoratini ko'rsatadi. İkinci aylanma musobaqamizda bo'lsa, ovoz va talant programmamiz mahirlarimiz uchun ariya tanlab tayyor qildi. Endi buningga sizlarga qo'yiladigan talab cho'qim davlat o'rtaq tilda ovoz berishinglar kerak. 那么我们先转身看一下栏目组为大家准备的片段，好不好？ 们第6个。 第6个妖猫传啊，是的。为什么要想选择这个片段来配音呢？妖猫传中李白流泪写诗这一段我看了很多遍，每一次都能得到极大的感动。这一段把李白个人的才气、脾气、心气都体现得淋漓尽致，有悲伤，还有哭的片段，也有笑的片段，有各种情绪的变化。也是有最久的情感表达，有较大的难度。这对我来说是一种挑战，所以我想挑战自己。你这一身的酒气啊，早已我不洗澡不换衣裳，也比你干净。李白，你的荣华富贵就要来了。你是谁呀？有什么事？我是高力士，皇上派我来跟你讨诗。写什么？写美人。没有美人。当今谁最美，你就按谁写不就得了？别人让我写的，不会写。你给我把靴子脱了，我就写。我给皇上脱靴。娘娘说，极乐之言，无有尊卑上下之分。我找个官大的仪式，果然就试出是假的了。高力士，你欺负皇上和娘娘啊！哈哈哈哈哈哈！来，卢阳。好的，我选《庆余年》。好的，我选择《庆余年》这个片段，是因为当时看的激情澎湃。从开始那一句“君不见黄河之水天上来”，一直到最后，真的让我感觉中国诗词的美，而且非常的激动。君不见黄河之水天上来，流到海，不复回。君不见黄河之水天上来，奔流到海，不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。800里崩辉下至，50弦翻塞外声，沙场秋点兵。好，我们看一下我们的大屏幕，李丹。那我选择哪吒吧。哪吒。对，哪吒。好，为什么要想选择这个片段来配音呢？
哪吒故事是中华文化的代表。哪吒之魔童降世这个国产动画片特别好看，它证明了咱们中华文化的优秀。我明白。我选择配这个片段，一是想继承、传扬我们中华优秀传统文化。途径吗？这叫闭关修炼，修炼了出去捧那些白痴的臭脚，还不如在这睡大觉。我是小妖怪，逍遥游自在，杀人不眨眼，吃人不放眼。啥？斩妖除魔，还造福苍生？我什么都不学，师傅在哪？要出此图，只有靠这柄指点江山笔。我明白了，你们是想把我囚禁在土里吧？还胡说个啥？待在这等仙境里能叫囚禁吗？这叫闭关修炼。修炼了出去碰那些白痴的臭脚，还不如在这睡大觉。关在府里无事干，翻墙倒碗摔瓶罐，来来回回千百遍，小愿也是这儿，你走墙头干什么？又不能出门，又没人陪我玩，除了看风景，我还能干啥？那跟娘说说，你都看到了些什么风景啊？沙树啊，花草啊，难不成看人裸奔啊？就会说笑。来，娘陪你玩如何？得了吧，您天天不是斩妖就是除魔，今儿呢见着你就是三生有幸，哪有空哄小孩啊？是娘的错。其实娘也想多陪陪你呀，只是肩负守卫要塞之责，娘也是分身法术。难得今天太平无事，我们来踢毽子如何？既然你那么无聊，那我就陪你玩玩。感谢三位选手啊，那么我们接下来呢，一起来听一下各位老师会给出什么样的评价，好吗？好。来。Birinchisi Mavluda siz bergan ovoz karton film. Uni kelib bolalarniki bo'libmi kartonning ovozini mayli qandoq tusda bo'lishidan qat'iy nazar karton degan bir ovozning o'zini naaytib bir xil jonliq yoki bo'lmasa g'ayriy tusda yarasa bo'laverdi buni. Bu ya temini yaxshi tanlab oldingiz. Bu yaxshi tem ekan, siz uchun qiyinkanmidi deb o'yladim, ammo so'zlash jarayonida arliqdagi cho'plarni tukurdigan, bu qiladigan, uni keyin apis bilan ishqisini bir vaqtda ovozini tam berib soldingiz. To'g'ri. Apis bilan ishqisinikini. Shu vaqtda ovozni o'zgartirishda azroq bir masala ko'riladi, lekin cho'ng masala emas. Rahmat. Azarjon, ikki jihatdan ketib qoldingiz. Birisi kulka. Kulkini menimcha ko'proq mashq qilsangiz o'g'li, kulka toza degandek emas. Degandek tepmedi kulka. Uni kendi ikkinchi bir o'rin eng kaynidagi she'rni yozib bo'lgandan keyingi o'zining cho'nqur hissiyotini kulki bilan yig'i aralash tushuntirib, shuningdek bildirib bo'ldi. Bir yoqdan og'izda kulyotdi, ko'zda yosh yiqyotdi. Bu noit tas. Mana mushtaq narsa talant talab qiladigan narsa. Shunga mushi jihatdagi obraz yaratishdagi mushu jihatdagi talantingizni yetildirib berishingizni umid qilaman. Ma'qul, rahmat. Endi Lo Yangninki 诗最后面的诗，前面他还喝了一杯酒，他后面是喝了一壶酒，他的那个前面和后面的那种感觉没到位，对，没到位，全是没有反差出来，对，全部是一个平衡上面的，全都走了。对。他喝完一壶以后，然后他的胡言胡语，你怎么配就怎么配。明白。你比如说这样的天下无敌正论，这样的配的可以，全是可以的。好的，谢谢老师。可是不错。Burun qavaz artistlar bundaq chiqib ketishini atayın. Uyg'urcha ham qozoqcha ham xanzusha bilish hamda madingda yoshlarning masi yaxshi. Andan keyin xanzusha ovoz bergan hozir shirinda xudo, liangdo 我特别满意。有些缺点的话，这个可以改变。我们的表达的语态，配音的表达语态啊，不要脱离生活。尽管它是一个动画人物，但是它也是生活当中一个原型，哪吒是吧？那么，如果说脱离生活这个自然状态太远的话，和你
剧情当中其他人物的声音特征它不匹配，是吧？我有这种感觉啊，这是一个感受。第二位选手啊，第二个选手能让我沉下来听进去，这是我判断的一个标准，我听进去了，非常好。第三位选手我觉得也挺好。其实古代不存在一个朗诵诗的问题，你这首诗太朗诵化了。朗诵诗是我们现代人赋予这样一个文体的表达。那么古代是吟诗或者叫吟诵，更何况它是在醉饮他的声音是含混不清的，咬字不要那么清楚嘛。好，谢谢孙杨老师，谢谢。Unda bo'lsa endi biz 3-chi aylanma musobaqamizga rasmiy qadam bosamiz. 3-chi bosqich nodir asarlarga ovoz berish. Endiki musobaqa bosqichimizda mahirlarimiz ko'pchilikka Yangi Jungo qurilgandan buyongi munavvar kino televiziya filmlariga ovoz berish orqali ideyaviyligi, badiiyligi, huzurlanishchanligi bir gavda qilingan bu nodir kino televiziya teatrlariga, asarlarga hurmat bildirib, bu nodir asarlarning orqasidagi sehriy kuchni qayta namoyon qildirdi. Biz mahirlarimizga nodir asardan birini tayyorladik. Mana shu nodir asardagi rollarni o'zinglar tanlash orqali ovoz bersanglar bo'ladi. Nodir asarimiz zodi nima? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Chempion nomli bu film 2020-yil 9-oyda davlatimizda qo'yilishga boshladi. Filmda necha avlod Jungo ayollar voleybol komandasining kurash musobaqasi hamda ularning qaysarlik bilan ilishib, davlat uchun sharaf keltirganligidek ta'sirli hikoyalar bayon qilingan. Chempion nomli filmda Jungo ayollar voleybol komandasining 1981-yili tunji qitim dunyo chempionligini qo'lga keltirgandan boshlab 2016-yili Rio de Janeiro Olimpik tanarkat musobaqasidagi ayollar voleybol komandasining hayot mamatiga munosabat bo'lgan Braziliya komandasi bilan bo'lgan hal qilg'ish musobaqasi bayon qilinib, necha avlod Jungo ayollar voleybol komandasining boshdan oxir tiz bukmay, uzluksiz ilishdek ajoyib musobaqasi shakllangan. Shuning bilan birga bu filmni Yangi Jungo tantarbiya ishlari islohatining 40 yillik taraqqiyot natijalarini aks ettirib bergan nodir asar deyishga bo'ladi. Naqosmalda kimga ovoz bersiz? Men bu kino ichidagi Langping Terneriga ovoz berman. Unda qolsa Azhar? Men yana shu voleybol komandasining burunqi Terneriga, boshdagi Terneriga berish. Boshdagi Terneriga beramiz. Xo'sh, Lai Luyang. 你选的角色是？我选的角色是一个体育赛事的解说员，还有一个就是说配合郎平的一个国家体育总局的一些官员，3个角色同时跟郎平做一个搭档。3-chi aylanma musobaqamiz hozir rasmiy boshlandi. Ko'pchilikning hammasi mashqqa ketib bo'ldi. Po'lat bir kunlik tavlanmaydi. Bo'ldilar. Ketdim. Baribir 100 kilo ko'tarolmaysiz. Erdi men ternerga sizni ko'tirdi deb qo'yay. Tamoq chiqib ketdim hamsa. Siz nima qilsiz? Bo'ldi, men ko'rdim, ketib qo'ying. Sizga ben lazım emasmi, ha? Utanıgan aman utudu, utanmagan aman mağdu. Ba'zilar tushida yashaydi, ba'zilar reallikni yaxshi ko'rdi. Ba'zilar bir xilini yana bir xilga aylantirishni yaxshi ko'rdi. Nima deysiz? Men tushunmadim-ku. Bilamsiz, davlat bayrog'ining eng ostidan yer yuzikchi bo'lgan orliq 3 metr 32 sant keladi. O Xaymanning egizligi. Hamon bir kuni men uningdan eshib ketaman. Siz bir zapas odam, avval bosh hujumchi o'ting, onda birdim deyli. Men 100 kilogramdan ortiq ig'irlikni ko'tarib zo'ngzib o'tirishdan yuzni ishlab bo'ldim. Endi atil qo'limga to'pni olsam bo'ldi. 第一局我们可能会打得比较困难，但是没关系，瞧八旗队
能把比赛坚持到第5局，我们就有机会。加油！现在巴西队发球。张常宁一传到位，许云丽开始跑动。魏秋月和许云丽在多次配合过背飞战术，但是许云丽要面对的是全世界最强红蓝网。加油啊！魏秋月出乎意料把球传到3号位，助挺后攻。Üç nafar mahirimiz 3. aylanmadagi ovoz berish vazifasini tamomladi. Unda bo'lsa endi biz baholovchi ustozlarning baholarini olib boqaylik. Bo'lamdi? Bo'ladi. Qarang. Shunday yaxshi Mavluda singlim birinchi aylanmada, ikkinchi aylanmadim shunday yaxshi bir taraf qildingiz. 3. aylanmada undan texim bir ilgirlash bo'ldi. Rahmat. Shunchalik yaxshi Lamping Teriyinlarniki ovozini berdingiz. Hammamiz hayajonga selib, mushu Jungo ayol voleybol komandasiningki dunyoni zilzila keltirib vaqtida bizning kichik vaqtlarimiz uydagi ish qilib dastin tatib legangacha chep bizning davlatimiz ufti deb qo'shal bo'lgan shunday bir ko'rinishlarni ko'z oldimga kelib qoldi. 你这个声音铿锵有力，而且非常的洪亮，而且优准。谢谢老师。很适合这个配音啊。这我是歌唱演员啊，我觉得这个都是以情感表达，最重要的这是以情感表达。你的这个把握的这个时间特别准，我觉得，就是那个演员的那个他那个配音那个口型啊，口型和你配音很准时，没有差异。我的感觉这是，希望你在这里。好的，谢谢老师。可是你们配音配得特别好。我特别满意，努力吧。好，谢谢老师。Xo'sh, mana mahirlarimiz hozir 3 aylanmalık musobaqani oxirlashtirdi. Undaq bo'lsa, ovoz va talant programmamizning bu bosqichida zodi kim keyingi bosqichga qadam qo'ya oladi? Buni biz ustozlarning o'zaro muzokara qilishi orqali natijasini jakarlaymiz. Albatta, bu yerda ustozlarga eskartib qo'ydigan va ekran oldidagi do'stlarimizga eskartib qo'ydigan bir xush xabar bor desak bo'ladi. Ya'ni bizning 3 yillik mahirimiz bu sonimizda agar ifodasi intayin yaxshi bo'lgan bo'lsa, ammo biraylar keyingi bosqichga kirolmaydigan ahvolga duchor bo'lib qolgan bo'lsa, har biraylarning qo'lida bir taldan keyingi bosqichga shu mahirni ilib kirish huquqi bo'ladi. Ama insanlarda bo'lsin faqat birlik etib ishlatalasizlar. Undaq bo'lsa, hozir biz ustozlarga ozroq vaqt beraylik. Ustozlar muzokara qilib, zodi kim keyingi bosqichga qadam qo'ya oladi? Ekranlardaki qadrli ko'rmanlar, ko'rvatmanlar. Şinjan Pasil Xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi Şinjan Kapitan yemak-ichmak boshqarish cheklik shirkati Kapitan ichimliklari alayida hamkorlashgan Şinjan xalqaro ovqatchilik guruhi alayida qo'llagan ovoz va talant programmasi. Hozir bizning ustozlarimiz 3 aylanma musobaqamiz oxirlashgandan keyin zodi qaysi mahirimiz keyingi bosqichga qadam qo'ya oladi? Nima 最终结果会怎么样呢? Biz eng oxirgi natijani jakarlashga maqsad ustozni taklif qilamiz. Bu iş balamızga ben pek razı oldum. Bununla ben bunda hissiyatga geldim. Bulardan ümit var buluşu için bunu ikinci aylanmaga üçsünün emmesine yollaşını karar kıldım. Ovoz va talant programımız başında birinci sandılı bundaq natijani chiqarish haqiqatan oson emas. Shunday qilib, 恭喜三位。谢谢谢谢。全部进到我们下一轮的比赛了。哇，恭喜三位啊！ Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, Şinjan Pasil Xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi ovoz va talant programmasining bu soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xarxosh!